Davom etamiz. Aholini elektr bilan uzluksiz ta'minlashda iste'mol madaniyatini oshirish qanchalik muhim bo'lsa, energetik infratuzilmani modernizatsiya qilish, elektr samaradorligiga erishish masalalariga ilmiy yondashish ham xuddi shunday dolzarb ahamiyatga ega. Bu borada davlatimiz rahbarining tegishli qarori ijrosi yuzasidan joylarda amaliy ishlar olib borilmoqda. Mavzuni muxbirimiz Farg'ona viloyati misolida davom ettiradi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 14-iyundagi energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan nafaqat tizim korxonalarida, balki sohaga aloqador oliy ta'lim muassasalarida ham belgilangan chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Toshkent davlat texnika universiteti Qo'qon filiali energetika fakulteti professor-o'qituvchilari va texnik xodimlari tomonidan energiyani tejash bo'yicha chora-tadbirlar dasturi hamda oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining buyrug'iga asosan Qo'qon shahri va uning atrofidagi tumanlarda ilmiy asoslangan tahlillar olib borilmoqda. Misol uchun biz hozir Qo'qon elektr ta'minot korxonasiga qarashli Charxiy 116 kilovoltli podstansiyada turibmiz. Bu yoqda 31 ta feederlar mavjud ekan. Mana shu har bitta feederning demak energetik tomondan foydalanish koeffitsentlari, ya'ni quvvat koeffitsentlarini, kosins filarini, demak har bir fazada yuklamalarning to'g'ri taqsimlanganligi, podstansiyadan oxirgi iste'molchigacha bo'lgan tarmoqni o'rganmoqdamiz. Shu tariqa tarmoqlarda aniqlangan kamchiliklar bo'yicha shahar va tumanlardagi elektr ta'minoti korxonalariga taqdimnomalar kiritilyapti. Ilmiy asoslangan natijalarga ko'ra, kamchiliklar bartaraf etilib, elektr energiyasidan tejamkorlik bilan foydalanish imkoni yuzaga kelmoqda. Charxiy podstansiyamizda ikkitada 25 ming kilovolt transformator bo'lib, Charxiy 1, Charxiy 2 havo liniyalaridan kuchlanish oladi. Bu orqali 6 kilovoltli havo tarmoqlari orqali iste'molchilarga elektr energiya yetkazib beriladi. Hozirgi kunda 31 ta havo tarmoqlari 6 kilovoltli liniyalar ishlab turibdi. Iste'molchilar, aholi, tadbirkorlarga elektr energiya yetkazib berilyapti. Muhandis, texniklar kelishgan hamkorlikda iste'molchilarga sifatli elektr energiya yetkazib berish bo'yicha tajriba almashyapmiz. O'rganishlar davomida zamonaviy energetika tizimiga xos yangiliklarga ham duch kelmoqdamiz. Ularni ta'lim jarayoniga tatbiq etamiz deyishmoqda ustozlar. Bir so'z bilan aytganda, oliy ta'lim muassasasi va elektr ta'minoti korxonalari o'rtasidagi hamkorlik o'z samaralarini bermoqda. Islom Nishonov, Iqbol Yusupov, Farg'onadan.